Mana bu videoni menimcha juda ko'pchilik ko'rdi. Bittasi onasiga aytolmagan, aya, men erga tegdimmi? Erinikida yashay, iltimos deyolmaydi. Bittasi, hey aya, men uylandim, o'zimni xotinimni yaxshi ko'raman, iltimos meni hayotimga aralashmang demaydi. Mana shu ikkita ota-onasi bilan separatsiya qilmagan infantilniy mana shu qahramonlar uchun mana bu yerda Zaynab sevimli ayol bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy beradi. Zaynabni qo'lidan shunday ushlab, "Yur, men bilan ketamiz betan" deb olib chiqib ketsangiz-da, shunaqa g'urbat. Men kumushni o'ldiribdi u. Men Otabekni ham qo'shib o'ldirgan bo'lardim. To'g'risi bu qiz o'tgan kunlar romani haqida o'zini hissiyot bilan shaxsiy fikrlarini bildiryapti-da. Asarni umuman tanqid ostiga olgani yo'q, shunchaki tahlil qilyapti. Asar yuzasidan o'zini fikrlarini bildiryapti. Endi izohlar qismiga kirib ko'rsam, endi tanqid yozgan shunaqangi negativ ko'p. Bu asar tanqid qilgani yo'q, shunchaki o'zini shaxsiy fikrlarini bildiryapti hissiyotda, asarning ichiga kirib ketganidan. Masalan, men birinchi marta o'qiganimda menda ham shunaqa his tuyg'u bo'lgan. Hattoki shunaqangi gap bo'ladi, Abdulla Qodiriy asarni yozib turgan vaqtda, kumushni o'ldirib qo'ygan vaqtida o'zi ham hattoki yig'lagan deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Asarda ichida kumushni o'ldirdi. Ana shu joyida hattoki o'zi ham yig'lagan deydi Abdulla Qodiriyda. Asar mana shunisi bilan qiziq. Agar hamma qatori asar bo'lganda, bu ham o'sha Ahad Qayyumning kinolaridan farq qolmasdi. Shunchaki o'sha ichidagi his qilgan narsalarni, asarda o'qib his qilganlarni bu qiz shunchaki yig'lab yoki bir hissiyot bilan tushuntirib beryapti xolos. Hech qanaqangi asar tanqid ostiga olingani yo'q. O'tgan kunlar romanini masalan siz bu yil o'qisangiz, 2 yil o'tkazib keyin yana o'qing, siz boshqa narsa olasiz. Bu yil o'qiyapsiz, oilaviy masalalar tushunib turgan bo'lsangiz, asarda 2 yildan keyin o'qisangiz, endi siz siyosiy narsalar tushunasiz asarda. Har 2-3 yilda o'qiganingizda siz yangi narsa olasiz. Bu videoni hech qanaqangi tanqidiy deb qabul qilmaslik kerak menimcha.